Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi darsimizga xush kelibsizlar. Django kursi 3-dars. URL routing va HTTP response haqida gaplashamiz. Bugungi darsimizda Djangoda ilk Hello World web ilovasini yozamiz va bundan tashqari yana ba'zi kichkina narsalarni ham qilib ko'ramiz. Tayyor bo'lsangizlar, boshlaylik. Demak, darsimizni boshlash oldidan o'tgan darsimizdagi ba'zi narsalarni takrorlash bahona proyektimizni tayyorlab olsak. Bizga dastlab terminal kerak bo'ladi. Terminal ochib olindi. Xo'p, terminalda dastlab virtual muhit yaratib olamiz. Virtual muhitimizga kirib olamiz, aktivatsiya qilib. Kirib oldik. Unga Django frameworkni o'rnatamiz. Eslatib o'tamiz, biz Django 5 ta ishlamoqdamiz. Mana o'rnatish jarayoni ham deyarli tugab qoldi. Xo'p, o'rnatish tugadi. Endi esa proyekt yaratamiz Django admin byuro yordamida. Django admin start project. Xo'p, o'tgan darsimizga ko'ra bizda proyekt nomini, proyekt papkasini yaratib ichiga kirgan bo'lsangiz, unda tavsiya qiladiganim nomini config deb nomlanglar degandim. Mana asosiy nomini, proyekt nomini config deb ketamiz va nuqta qo'yamiz. Mana shu yerdan ochilishi uchun gaplashgandik. Start project config nuqta. Xo'p, proyekt yaratildi. Endi esa unga bitta app qo'shamiz. Xo'p, keyin qaranglar. App yaratishda xohlasanglar Python manage by startup deb yozinglar yoki yana bir variant Django admin startup desangizlar ham app yaratish mumkin. Xo'p, misol uchun biz buni nima deb nomlaymiz? Hello deb nomlaymiz. Mana shu appimiz nomini salom degan. Salom nomli app yaratdik. Bo'ldi. Mana bizda appimiz bor. Endi nima qilamiz? Endi bu appimizni proyektimizga bog'laymiz. Settings degan mana shuni ochamizda. Asl tushib qo'y. Settings modulimizni ochamizda install apps qismiga kelib, buni qo'shib qo'yamiz. Hello. Mana bog'landi. Endi yaxshi, appimizni bog'lab bu joylarga kelib oldik. Endi yangi narsalarni o'rganishni boshlaymiz. Demak, yangi narsa bu birinchisi URL routing. Bu o'zi nima? URL routing bu o'tgan darslarimizda gaplashganimizdek biza viewlardan foydalanib modellarni, templatelarni bir-biriga bog'laymiz deb gaplashib o'tib ketgandik. Viewlarni esa ko'rsatish uchun nimadir turtki bo'lishi kerak. Ya'ni qaysi viewni qachon ko'rsatish kerak? Ya'ni qaysi sahifa qachon ochiladi? O'shani ko'rsatish bizda URL routingni zimmasiga yuklanadi. Ya'ni misol uchun qidiruvga yozdingizlar, aytaylik, kun.uz deb kirdinglarda, xolos qaysidir saytga kirdinglar va oxirroqga yeta olsanglar slash deb turib yangiliklar deydi, jahon yangiliklari, kinolar, seriallar, shunaqa bir qo'shimchasi bilan turadi slashdan keyin. Bu u yog'i routing hisoblanadi. Ya'ni sahifalashib ketadi. Veb-saytga kirib bordinglar, endi uni ichida bir nechta bo'laklarga bo'lingan shunaqa routerlardan iborat sahifalar bo'ladi. Biz o'shanaqa routerlarni yaratamiz va bu routerlarimizda o'sha sezganingizdek bitta qismi o'sha URLga, manzilga havolasi bo'ladi va unda view bo'ladi. Mana shu routerni nimasi, nomi ham bo'ladi. Xo'p. Demak, biz URLlarni odatda mana shu config, ya'ni asosiy proyekt paketini, package-ini ichidagi URLs modulida keltirib o'tamiz, sozlab o'tamiz odatda mana shu yerda va bu yerda bitta ishimiz bor. Qaranglar. Agar barcha URLlarni olib kelib mana shu yerda qo'yadigan bo'lsak, shu yerdan ro'yxatdan o'tkazadigan bo'lsak, unda bu yerda juda ko'p ketadi. Shuning uchun bizga applarni ichidan URL modulini yaratib ishlash tavsiya qilinadi. Lekin standart holatda dastlab app yaratilganda bunda URLs moduli mavjud bo'lmaydi appning ichida. Bu faqat mana shu proyekt papkasidagina mavjud bo'ladi. Biz
yoda appni ichida o'zimiz URLs modulini yaratib qo'lda yozib ketaveramiz. Qaranglar. urls.py deb modul yaratib ketaverasiz mana shunday qilib. Va endi keyingi masala routerlar qanday yoziladi, qanday qo'shishimiz mumkin. Buning uchun biz Djangoning urls pakejiga murojaat qilamiz. Mini pakejiga bu yerdan pes degan funksiyani chaqiramiz. E'tibor bering, bizda pes va repaz degan funksiyalar bor. Bularning farqi nimada? Pes degani o'sha routerimizdan massiv bitta routerimiz hisoblanadi, ya'ni o'sha viewni ochib beradigan manzilni saqlovchi bitta kattalik deb qabul qilinglar. Paz deganimizda. Repaz bilan paz ham ikkisi ham shu bir-biriga o'xshash, faqat farqi paz degani bu klassik hisoblanadi, ya'ni oddiy nisbatan soddaroq bo'lgan URL havolalarida qaytashlashga yordam beradi. Repaz deganimiz esa bu regular expressions degan tushuncha bo'lardi, ya'ni nima deydi, misol uchun shablonlar qilishadi-yu, misol uchun matn ichidan telefon raqamlari qidirish, email pochtalarni validatsiya qilishda ishlatiladigan o'shunaqa maxsus shablonlar ishlab chiqsa bo'ladi bilsangizlar. Agar qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar, bular haqida ham videolar tayyorlashimiz mumkin. Demak, regular regex degan narsa qisqartirib buni regex deb aytishadi. O'sha regexga asoslangan routing uchun, havolalar bilan ishlash uchun repazdan foydalanish mumkin. Bu murakkabroq hisoblanadi. Bunga hali kelasi darslarimizda albatta to'xtalamiz. Buni ham asqotadigan joylari bor. Xo'p. Demak, biz hozircha faqat oddiy klassik pazdan foydalanamiz. Oddiy routerimizdan. Oddiy o'sha routingchi ishlatadigan funksiyamizdan ketdik. Demak, URL patterns degan o'zgaruvchi ochar ekanmiz. E'tibor bering, nomi xuddi shunaqa bo'lishi kerak. URL patterns. Mana shunaqa qilib o'zgaruvchi yaratamiz va unga list berib qo'yamiz. Mana list tenglashtiriladi. Mana shu yerda pass chaqiriladi. Pass funksiyasi chaqiriladi va unga URL va o'sha view berilishi kerak. Xo'p, keldik qani. Unga qanday ishlatamiz? Buni ishlatishimizdan oldin bizga view kerak, o'rtoqlar. Dastlab kelinglar, mana view, bitta oddiy, sodda bir view yaratib ko'raylik, o'sha hello world chiqaradigan. Keyin esa mana shu URLlardan davom ettirib ketsak, qarshi bo'lmasangizlar, views moduliga o'tamiz. Appimizdagi views moduliga o'tamizda, mana hello appimizda views moduliga kirdim. Mana shu yerda ko'rsangizlar render degan funksiya bor. Bu render funksiyani keyingi darsimizda ko'ramiz. Template'lar bilan ishlash bo'yicha darsimizda renderda ko'ramiz. Hozir bizda bu yerda HTTP response degan bor. O'shani chaqiramiz buni. HTTP response. Mana shuni chaqirasizlar. Bu nima qilib beradi? Bu o'sha sahifaga oddiy matn chiqarish uchun juda qulay funksiya. Hozir ko'ramiz. Biz sizlar bilan view yaratmoqchimiz va viewlar ikki turga bo'linadi. Ikki xil turdagi viewlar bor. Birinchisi funksiyaga asoslangan viewlar, function based view. Keyingisi klassga asoslangan viewlar, class based viewlar. Biz hozir oddiy function based viewdan foydalanamiz, ya'ni funksiyaga asoslangan view yaratamiz. Buning uchun def bilan to'g'ridan-to'g'ri funksiya yaratganlar bo'ladi. Demak, hello degan funksiya yozmoqchimiz. Hello view bo'lsin bu. Hello view. Qaranglar. Bu funksiyaga asoslangan view yozilsa-mi, demak uni request degan parametri bo'lishi shart. Bu o'sha foydalanuvchidan keladigan so'rov qabul qiluvchi o'zgaruvchimiz hisoblanadi va keyinchalik biz bu o'zgaruvchini qayta ishlab foydalanuvchiga aloqador bo'lgan ma'lumotlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Bu narsa bizga beradigan, bundan keladigan narsa anchagina bor. Ko'p ma'lumotlarni shundan olishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, bular haqida ham navbatdagi darslarimizda to'liqroq ma'lumot berib o'taman. Endi nima qilamiz? Biz return kalla so'zini chaqiramizda, unga http response funksiyasini beramiz. http response va bu yerga matn kiritasiz, stringni ochgan holda, misol uchun hello world. Oddiygina. Shuni yozdik, bo'ldi. http response hello world. Endi mana shu yozgan view'imizni mana shu URL stack ko'rsatmoqchimiz. Buning uchun e'tibor beringlar, shu yerda ko'pchilik xato qiladi. Biz demak, nima qilyapmiz? Bizani aslida mana bu manage.py modulidan boshlab mana shu papka bo'yicha qarab chiqiladi-da. Biz hozir mana bu URLs moduliga kelib ishlayotgan paytida mana shu modul yonidagi, ya'ni URLs yonidagi mana shu papkani, mana shu URLs joylashgan papkani yonidagi model nima edi? Views.py
modulga murojaat qilayotganimizni bildirishimiz kerak. Bu narsani sizlar Python asoslaridan bilishingiz kerak bo'ladi. Lekin ko'pchilik unutmaydi bu narsani. Ya'ni aytmoqchimanki, biz mana shu yerda nuqtani ko'rsatgan holatda nuqta views deb chaqirsak to'g'ri bo'ladi. Chaqiruvimiz from nuqta views hello view. Endi views chaqirildi. Xo'p, pazni ichiga qanday to'ldiramiz endi? Pazga qanday qiymat berilishi kerak? Dastlab unga yo'l ko'rsatilishi kerak bo'ladi. Xo'sh, qachon chiqishi kerak u? Misol uchun, keyin sahifaga hello deb yozib qo'ygan paytida chiqsin. Hello deb yozib qo'ygan bo'lsa, o'shanda chiqsin. Mana shu hello nomli manzildan chiqib kelsin. Bu yoqqa hello view deymiz. Hello view chaqirib qo'yasiz. Funksiyani qavsini ocha ko'rmang, shu holatda yozib qo'ying. Va keyin buni nomi bo'ladi. Nom nima uchun beriladi? Buni template'lar bilan ishlash chog'imizda ko'rib olasizlar. Nima uchun kerak bo'lishini template'lar bilan ishlash mavzumizda ko'rsatib o'taman. Hozircha esa nomlab ketamiz shunchaki hello deb nomlab ketamiz. Bo'ldi. Mana oddiy marshrut yaratdik. Endi bu URLimiz to'g'ridan-to'g'ri loyihaga bog'lanib qolmaydi. Uni dastlab mana bu yerdagi asosiy URLlarga bog'lash kerak. Buning uchun esa app ichidagi URLsga havola berishimiz uchun bizga include degan funksiya bor. Include degan funksiya chaqiramiz mana bu yerdan. Django URLsda include degan funksiya bo'ladi. Ko'rasizlar, qayerda yashayotgan config degan pakejimizda ichidagi URLs modulga kirdim va bu yerda Django URLs pakejidan pes yonida include da chaqirib qo'ydim. Endi pastda xo'sh, qaysi URL bilan, ya'ni nima bilan boshlanganda mana shu appga kirib ketish kerakligini ko'rsatishimiz mumkin. Misol uchun, bu yerda aytishim mumkin, nima boshida hech narsa yo'q bo'lsa, o'sha appga kirib ketsin desadan ham bo'ladi. Ya'ni bo'sh qoldirib turib, bu yerda include chaqirishimiz mumkin. Include deymizda unga hello.urls deymiz. Ya'ni hello appdagi urls moduliga kiritib bor agar yoshida hech narsa yo'q bo'lsa deb yozib qo'ydim. No, bu degani boshda hech narsa yo'q bo'lsa yoki nima deb bo'ladi? Bu barchasiga tegishli bo'lib ketaveradi. Mana shu yozganimiz. Barchasini olib ketaveradi. Qanday kiradimi farqi yo'q. Nima bo'lib kelsa, hammasini olib ketaveradi. Adashmasam shunday bo'ladi. Va keyinchalik mana bu hello degan topsa, o'sha bilan bog'lanib oladi. Ya'ni o'shani viewsini ko'rsatadi. Hozir ko'rasizlar nima bo'lishini. Qarab turinglar. Tak, endi URLlar aloqalari bor. Endi bemalol appimizni ishlatib ko'rishimiz mumkin. Mana shu proyektimizni ishga tushirishimiz mumkin. Buning uchun Python manage.py run server deb yozamiz. Xo'p. Mana bizga manzil beradi. O'sha manzilni olamizda brauzerda ochamiz. Brauzerda ochdim, mana bu chiqdi. Endi qaranglar. Mana bu yerda slash qo'yib hello deb yozamiz. Page not found deydi. Buning sababi bor. Buning sababi mana bu yerda auto save yoqilmagan. Avtomatik save yoqilmay qolibdi. To'g'irladik, endi ishlash kerak. Mana. Ko'rsangizlar, mana hello world degan so'z chiqdi. Bo'ldi. Ilk dasturimiz o'xshadi, ya'ni ilk web ilovamizni ishga tushirdik. Biz hello world so'zini brauzerga chiqardik. Ko'rishingiz mumkin. Mana men aytgan narsa mana shu edi, ya'ni URL dan keyin ko'rib tursalar, mana bu yerda slash qo'yib hello deb yozib qo'ydim. Men hello deb yozsam, mana shu chiqib kelyapti. Demak, biz kutgandek ishlayapti. Endi keyingi narsa URLlarda ko'radigan yana bitta kichkina narsamiz qoldi o'rtoqlar. Shuni ham ko'rib qo'ysak, shu bilan darsimizni yakunlasak bo'ladi bemalol. URLlarda ko'radigan keyingi narsamiz konverterlar deyiladi. Ya'ni biz sizlar bilan hozir bu yozganimiz static URL hisoblanadi. Ya'ni static URL mana shu manzilga kirilsa, mana shu view ochiladi, tamom. Bu hech qachon o'zgarmaydi. Dinamik URLlarda esa o'zgaruvchanlik bo'ladi. Misol uchun qaranglar. Paz deymizda hello degandan keyin endi qaranglar, bu narsa yuqoriga chiqishi kerak. Sababi URLlarimiz yuqoridan pastga o'qib kelinadi va mana buni ko'rib qolsa, shuni olib ketish qochishi ham mumkin. Shuning uchun bizdan nima tavsiya qilinar ekan? Buni yuqorisiga chiqarib qo'yish tavsiya qilinadi. Hello degandan keyin mana bu yerda ism yozishi mumkin. Ism yozsin va biz unga salom beraylik. Buning uchun mana bular kiritasizlar. Katta kichikliklarni mana shunday qilib qo'yib olasizlarda va u yoniga tipini ko'rsatamiz. Bizda konverterlarda 3 xil bir necha xil turlari bor.
str, int, uuid, slack kabi turlari mavjud. Bular nima qiladi? Str o'zimiz bilgan text. Oddiy harflarni ishlatsangiz bo'ladi, raqamlar ishlatsangiz bo'ladi. Int esa faqat raqam ishlatasizlar. Keyin esa slack degani bor. Slack deganida past chiziqcha tiri harflar, raqamlar ishlatish mumkin. UUID degani esa o'sha UUID tipidagi nima deydi, takrorlanmas identifikatorlarni kiritish imkoniyatini beradi. Xo'p, biz hozir mana burada str deb ko'rsatamiz va ikki nuqta qo'yamiz deb parametrda nomlaymiz. Mana bu parametr olib kelsalar ham bo'ladi. Mana shu yerda kiritilgan ma'lumotni u yoqda viewda ushlab olish ham mumkin-da. Shuning uchun buni xuddi o'zgaruvchi kabi qaranglar. Tipi oldindan belgilangan o'zgaruvchi bo'ladi bu. Misol uchun ism deb qo'ydik. Mana bo'ldi. Bizda parametrli URL bor yoki dinamik URL desalar ham bo'ladi. Endi bunga view tayinlashimiz kerak. Buning uchun views modulimizga kiramizda yangi view yozamiz. Def hello name view deb qo'ydim misol uchun. Salom ism view. Buni albatta request qabul qiladi. Request birinchi mana shu yerda nima yozsanglar mana shu parametrga request kelib tushaveradi. Buni nomlash ixtiyoriy. Xohlasangiz so'rov deylar, xohlasangiz r deylar, o'zlaringizga bog'liq. Faqat shunchaki mana shu parametr bo'lsa bo'ldi boshida. Keyingisi endi u yoqda URLdan kelayotgan, dinamik URLdan kelayotgan o'sha ism degan parametr emas, mana shu yerda ketidan qo'yib ketasizlar. Misol uchun ism deb qo'yinglar, farqi yo'q. Mana shunday parametr qo'yib qo'ysalar, o'sha URLdan keyin turgan dinamik URLimizdagi o'sha qiymat mana shu ismga kelib tushadi. Shunga kelib tushadi. Requestdan keyin kelib tushadi. Tushuntira oldimmi? Endi mana bu yerda bemalol return http response deb turib, mana bu yerda matn ichida bemalol o'shani ketishimiz mumkin. Misol uchun hello deb turib jinga qaz ochib ismni ko'rsatib qo'yaman. Bo'ldi, mana shu ismga salom beramiz endi. Mana viewimiz tayyor, oddiy view yozdik. Hello name view. Bu yoqqa o'tamiz, chaqiramiz endi. Hello name view. Xo'p, mana bu yerga ko'rsatib qo'yamiz. To'g'ri ketmadimi? Shu nimadir g'alatim hozir. Kelmayapti negadir? Ranglarda qanaqadir xatolik bor. Xo'p, yaxshi. Bu qanaqadir hozir dastur bo'yicha xatolik bo'lgan, ya'ni ranglarda o'xshamay qolgani. Inobatga olmaymiz. Biz shu yozayotgan kodimni to'g'ri shunday yozsanglar bo'ldi. Tak. Shundan qanaqadir muammosi bor buni. Mana virgul qolib ketgan ekan. Shunga bo'layotgan yana ham muammo. Yaxshi. Endi name teng deymizda, mana bu yerda nomini berib ketamiz. Bunisi misol uchun hello name view bo'ldi. Mana hello name deb nomladik. Bo'ldi. Mana list ichida ishlayapmiz, shuning uchun virgul yodlardan chiqib ketmasin. Paz bular alohida obyektlar bo'lib ketadi-da. Shuning uchun virgul qo'yib qo'yish kerak. Esdan chiqmasin-a. Xo'p. Demak, bizda mana dinamik URL bor, view bog'ladik, nom berdik. Endi buni ishlatib ko'rish qoldi. Va Django ning bitta narsasi bor. Siz Django bir marta loyihasini ishga tushirsangiz, bu yoqdagi kichkina o'zgartirishlaringizni, kichkina takrorlashlaringizni o'zi avtomatik qabul qilib oladi. Siz loyihani qayta ishga tushirsangiz shart emas. Shuni ham eslab qolamiz. Xo'p, endi bu yoqqa o'tamiz-da. Mana hello deganimizdan keyin slash qo'yib turib o'sha yerga ism yozamiz. Misol uchun Odilbek yozdim. Yozsam mana hello Odilbek ko'rib turganingizdek, mana shunaqa parametrli dinamik URLlarni ham qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar parametrli URL denglar, xohlasanglar dinamik URL. Ixtiyor o'zingizda. Mana sizlarga bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalardan iborat edi. Oddiy funksiyali view yozdik, keyin URLlar bilan ishlashni o'rgandik, ilk hello world dasturini yozdik. Mana xullas bugungi darsimiz uchun mo'ljallangan narsalarni tushuntirib berdim. Keyingi darslarimizda nima bo'lishini Telegram kanalimizdagi mundarijani bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizni nimalar kutyapti, qaysi video yaqin, hammasini mana shu mundarijadan ko'rib olsanglar bo'ladi. Telegram kanalimizda ham kuzatib boringlar. So'nggi videolar haqida shu yerda ma'lumot berib boramiz va biz faqat Django bo'yicha video chiqarmaymiz, boshqa mavzularda ham videolar olib turamiz va sizlarning talablaringizga binoan keyingi darslarda ko'rishguncha